Qizlar qaranglar. Parchalarimizning bantovkalarini mana tepalarini tikib oldim. Bizda 4 santimetrlik lopatka kerak bo'ladi. 4 chapga и 4 o'ngga qilib tikkanimizda 9 hosil bo'ladi qizlar. Bu bantovkalarim 10 ta qizlar. Pastga qaraymiz. Teksda qo'yib. Mana shu ketishda tikib olamiz. Har bitta skladkalarni to'g'rilab. Tepa korsajimizni tekis tikkanimizda chap tomonni o'ng matoyimizga o'ng tomonini qo'yib tikishimiz kerak и qayib tikib olishimiz zarur bo'ladi. 6 santimetrda, har bitta bantovka 9 santimetrda. Chiqib pastga qaragan qizlar. Bir tekisda bu skladkani bir tekisda qilib olishdan oldin tepani bir-biriga bunday tikib orasida har doim mana orqa tomonlarini ham ko'rib bo'ladi. Tepadan bitta chop, pastdan bitta chop olib olganman. Mana bu skladkani tekislab, yonidagi skladkani mana qizlar tikib olgan partiyalarni ilib oldim. Dazmol qilinmagan hali bir tekisda tepalar tushunib turaveradi. Menda karniz enim 3,5 metr qizlar. Uyumma balandligi 3,10, hozir menda gilam ustida turibdi.